Assalomu alaykum do'da. Qana yordamlasha olaymi? Rahmat. Ismingiz nima do'da? Ilhom. Bitta savolim bor-da. Ikkita bilinsin, nima bil. Hozir makulatura topshirgan ketyapsiz. 4000 kilosi. Kilosi 4000 mi? Ha. Bularni hozir nech pul bo'pti hozir? Nech pulli narsa bor? 15000. 15000 a? Agar yo'q demasangiz, hammasini sotib olaman makulaturangizni. Olasizmi? Olaman. Do'da qarang. Dazmol nech pulga berasiz? 10 so'mdan yemasin. Xo'p, общий hisoblab bering. 15. Ha? Bu 25-35. mana shu hamma narsangizga mana shu pulni bermoqchiman. Qancha ketdi? Yo'q. Gunoh bilan 30 sani Yo'q, siz olavering. nima qildingiz? Bo'ldi. Mana shu hammasi sizga, dedi. Faqatgina duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Yo'q, bo'lsin, qanday bo'lsin. Yuzga keling. Yuzga kelib pensioner bo'laymi yo'qsa Alloh. Alloh akbar. Qarang do'da. Mana bu narsalar bor-ku. Bu narsalarni ham men sizga beravermoqchiman. Yo'q. Xo'p, deyin do'da. Yo'q. Hay. Yo'q, do'da, to'xtang. Men sizga beraveraman. Buni ham pulini ishlatib, o'zingiz uyga borib, bo'ldi, dazmolni olib ketaman. Sizga og'irlik qilmasin deb. Xo'p. Necha yoshsiz do'da? 84. 84 misiz? Yaxshi ishlating. Charchamang do'da, sog' bo'ling.